Assalomu alaykum. Burun operatsiyasini SMS klinikasida o'tkazdim. 7 yil oldin burnim singan edi. Asoratlari keyinchalik bilinishni boshladi. Boshim og'ridi. Burundan nafas ololmay qoldim. Bora umuman burnimdan nafas ololmay qoldim. Onamni boshqa yerda operatsiya qildirdik burnini. Lekin operatsiyasi og'ir o'tgani uchun men qo'rqdim operatsiya qildirishga. Shuna qilib 7 yilni o'tkazib yubordim. O'zim ishladim, ko'rdim. Keyin o'zim ham shu yerda operatsiya qildirdim. Operatsiyadan keyingi holatim hozir zo'r, a'lo darajada. Nafas olishlarim zo'r, uyqularim zo'r bo'lib qolgan. Boshim og'rimay qolgan. Tavsiya qilaman. A'lo darajada Toshkentdan kelgan shifokor o'tkazar ekan. Men bunga ishonchim komil bo'ldi. Hammaga tavsiya qilib qolaman.